Assalomu alaykum. Opam bo'lasiz. Chiqing qani. Ha, ichkari kelma. Mayli. Kelinglar. Bo'ldi. İçkarida bo'lsa ichkarida. Здравствуйте. Assalomu alaykum. Opajon, qandaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Opam bo'lasiz. Qandaysiz? Mana shu mikrofonni mana shu yerga taqib qo'ydi. Voy, tushmasin. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Opajon, qayerdansiz? Qachondan beri o'yinga qatnashasiz? Shuni pol obunachilarga aytib bersangiz. Men Andijonliman asli. Aha, aytavering, men beraman videoni. Men Andijondanman. Men videoni tashlab beraman, aytavering. Andijonliman. Men 6 oy, 7 oydan beri shu o'yinda qatnashaman. Xudoga shukr, goh-gohida olib turardim, bitta yoki ikkita, uchta shunaqa qilib. Lekin chiqmasa ham Allohga tavakkal qildim. Mana inshaalloh nasib qildi. Ishonib o'ynanglar. Albatta yutasizlar. Bu o'yin haqiqiy ekan. Shu salonda ishlaysizmi? Shu salonda ishlayman. Mana ishxonam meni. O'sha andijonlik opamiz Zolotoy koronada 3000 olib ishlandim dedi. Ko'pchilik yaxshi tilak bildirdi. Haqiqiy joyini topdi mashina, haqiqiy egasiga yetdi deb juda ko'p obunachilar xursand bo'ldi. Sizlarga ham Alloh shunaqa kunlarga nasib qilsin. Inshaalloh. Mana Toshtomoni hamma ko'rib turibdi. Opamiz endi bilasizlar, Rossiyada ko'pchilik mashinani boyagi rastamoshka deydi, haydolmayman deydi, pulini so'radi. Opa bilan kecha kelishib aytdim, opajon, omonatingizni oldim, boraman deb, mana keldim. Xudo xolasa omonatingizni topshiraman. Yaxshi kunlarga buyursin. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Xudo xolasa yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Iloyim aytganingiz kelsin. Obunachilar rozi bo'lingizlar. Opamiz mana juda ham xursand. Xursandman, albatta sizga ham omadingiz bersin uka. Salomat bo'lasizlar. Qancha odamlar siz tufayli mana mashinali, pulli bo'lyapti. Bizga o'xshaganlar, masalan, hayotda bunaqa pulni biz birdan usha olmasdik. Alloh siz siz tufayli bizga anaqa berdi. Sizni sababchi qildi inshaalloh, Xudo xolasa. Obunachilar, sizlarga hammalarga Alloh rozi bo'lsin. Hammalardan sizlarga ham rahmat katta. O'ynanglar, yutinglar. Alloh beraman desa hech narsa kelmas ekan. Albatta. Qarz olib olsa ham berar ekan inshaalloh. Salomat bo'linglar, hammalar. Xayr, hammaga sog' bo'linglar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin.